Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Barchangiz bilan Nasiba Abdullayeva kanalida g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun biz sizlar bilan attestatsiya jarayonlarida har bir ustozga bittadan savol bo'lib tushgan Bloom taksonomiyasi haqida gaplashamiz. Bloom taksonomiyasi Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u 6 ta bosqichdan bilim, tushunish, amaliyotda qo'llash, analiz, tahlil qilish, sintez va baholash. Bu Bloom taksonomiyasi bosqichlari hisoblanadi. Deyishingiz mumkin, Bloom taksonomiyasi bizga nima uchun kerak yoki o'quvchiga nima uchun kerak? O'qituvchi dars davomida o'quvchilarga avvalo bilim beradi. O'quvchilar uni tushunadi va amaliyotda qo'llab, analiz, tahlil qiladi. Keyin uni sintezlaydi va natijada o'z olgan bilimlarini baholab boradi. Bu Bloom taksonomiyasining bosqichlari ketma-ketligi. Bloom taksonomiyasining birinchi bosqichi bu bilish hisoblanadi va bu bilishda o'quvchi aynan dastlabki tafakkur darajasi hisoblanadi va bu bosqichda o'quvchi atamalarni biladi, aniq qoida, tushuncha, faktlar, mezonlar, bundan tashqari kategoriyalar, aksiomalarni biladi, ularni tushunadi, eslaydi, takrorlaydi va hodisalarni bayon qiladi. Esingizda bo'lsa, attestatsiya jarayonlarida shunday savol tushgan. O'qituvchi o'quvchilarga ma'lum faktlarni aytib o'tdi va u qoidalar bilan keltirdi, misollar keltirdi. Bunda o'qituvchi bilish jarayonining qaysi bosqichini qo'lladi? Bu bilish bosqichi. Demak, aynan bilish bosqichining parol so'zi atama, qoida, tushunchalar va faktlar. Demak, o'quvchi bilish bosqichida mana shu kategoriyalarni juda yaxshi biladi. Bloom taksonomiyasining ikkinchi bosqichi bu tushunish. Bu tafakkur darajasining shunday xususiyatiki, unda o'quvchi faktlar, qoidalar, chizmalar va jadvallarni eng muhimi tushunadi va uni qayta tuza oladi. Raqamdan so'zga, so'zdan raqamga o'zgartira oladi. Biz bergan ma'lumotni o'quvchi qachon o'zgartiradi? Qachonki ana o'sha qoidani tushunsa. Biz bergan misolni o'quvchi qachon o'zgartira oladi? Qachonki o'sha biz bergan qoida, faktlarni tushunsa. Demak, tushunishni o'zgarishi tushunadi va o'zgartira oladi degan parol so'zi bo'lsa, demak siz bunda Bloom taksonomiyasining tushunish bosqichini olishingiz mumkin. Navbatdagi bosqich Bloom taksonomiyasining qo'llash bosqichi. Bu tafakkur darajasida o'quvchi nafaqat olgan bilimlarini tushunadi, balki an'anaviy faoliyatda emas, balki noan'anaviy holatlarda ham foydalana oladi. Ularni ma'lum bir model, formula asosida to'g'ri qo'llaydi. Bu qo'llash bosqichi. Deylik, misol uchun, geografiya fani o'qituvchisi o'quvchilarga yerning relyefi, globusning tuzilishi haqida ma'lumotlar berdi va o'quvchi olgan bilimlari asosida nafaqat darsdan tashqari holatlarda, ko'cha-ko'yda yoki bo'lmasam biror bir shaharga borganda ham o'z geografik bilimlarini ishga solib, uni to'g'ri qo'lladi va bilimlardan foydalana oldi. Bu Bloom taksonomiyasining qaysi bosqichi yoki darajaning qaysi bosqichi? Bu albatta qo'llash. Qo'llashni olishingiz uchun aynan o'quvchi olgan bilimini qayerdadir, nimadadir qo'llashi kerak. Bloom taksonomiyasining navbatdagi bosqichi bu tahlil qilish. Tafakkurning bu darajasida o'quvchi nafaqat olgan bilimlarini qo'llaydi, tushunadi, balki ularni o'zaro qismlar o'rtasida bog'liqliklarni ajrata oladi. Mantiqiy fikrlash asosida xatolarini ko'radi yoki
faktlar, oqibatlar orasidagi farqni ko'radi. Deylik, misol keladi. Biologiya fan o'qituvchisi sut emizuvchilar hamda sudralib yuruvchilarni o'quvchilarga tushuntirdi. O'quvchilar dars olgan bilimlari asosida sut emizuvchilar va sudralib yuruvchilarning o'zaro farqli jihatlarini yoki o'zaro bog'liqlik jihatlarini ajratdilar. Bunda o'qituvchi yoki o'quvchilar qaysi bilish darajasiga to'g'ri keladi? Bilish darajasining tahlil qilish. Demak, siz tahlil qilishni olishingiz uchun o'quvchi olgan bilimini tarozining ikki pallasida qaysidir jihatlarini o'xshatishi yoki qaysidir jihatlarini farqli, bir-biridan farq qiluvchi tomonlarini ajratishi kerak. Bu Bloom taksonomiyasining tahlil qilish bosqichi. Bloom taksonomiyasining navbatdagi bosqichi bu sintez. Umumlashtirish darajasidagi tafakkur darajasi bo'lib, bunda o'quvchi olgan bilimni ijodiy ish bajaradi, biror tajriba o'tkazish rejasini tuzadi va shu o'rinda qayerda bo'lishdan qat'iy nazar sintez kelsa doim yangi narsa degan olamiz. Ya'ni sintez doim yangi narsa hosil qilish degan ma'noni bildiradi. Sintez bu yangi narsa hosil qilish. Shu o'rinda aytib o'taman. Demak, o'quvchi nafaqat bilimini tushunadi, qo'llaydi, tahlil qiladi. Ana endi tafakkurning bu darajasida o'quvchi yuksaklikka asta-sekin ko'tarilib, o'rgangan bilimlari asosida sintez qilib, yangi ijodiy ish bajaradi, tajriba o'tkazadi, yangi jadval tuzishga ijodiy xarakterdagi faoliyatni taqozo qiladi. O'quvchi olgan bilimlari asosida qaysidir yangi tajribani o'tkazishi mumkin, yangi loyiha yaratishi mumkin yoki yangi biror bir ish amalga oshirish mumkin. O'quvchi o'rgangan bilimlari asosida bunday ishlarni bajarishi sintez deb ataladi. Demak, sintez yangi degan ma'noni bildiradi. Yangi narsa hosil qilsa, demak bu sintez deyiladi. Va oxirgi tafakkur darajasi bu baholash. O'quvchi mazkur jarayonda, demak, tafakkurning eng yuqori cho'qqisi va bu o'quvchi mezonlarni ajratadi, ularga rioya qiladi, xilma-xilligini ko'rib, tahlil qiladi, xulosalarni mavjud xulosalarga baholaydi yoki bo'lmasam faktlar o'rtasida baholovchi farqlar, fikrlar, farqlarni ajratadi. Demak, baholashda asosan oradagi parol so'z sifatida baholaydi so'zini olishimiz mumkin. Demak, agar sizga o'quvchi olgan bilimlari orasidagi faktlarni ajratdi, ularni qo'lladi, tahlil qildi va natijada xulosalarni baholab bordi deyilsa, demak bu tafakkur darajasining baholash qismiga to'g'ri keladi. Hurmatli ustozjonlar, bugungi sizga bergan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Ha aytgancha, yana sizni qaysi mavzular qiynaydi? Izohlarda yozib qoldiring.